Qani, eri xiyonat qilganlar, o'tirib olinglar-chi, sizga gap bor. Erizi xiyonatini bilganingizdan keyin sinish yo'q, o'zini ayblash yo'q, depressiyaga tushish yo'q, isterika qilib urush janjal turg'izish yo'q, kechasi bilan uxlamasdan yig'lab qurbon roliga kirish yo'q, u odamni orqasidan qorovullik qilib, SMSlarni kutib, yolvorish yo'q. Butun ichingizdagi nafratiz, g'azabiz, olovingizni to'plab olib, energiya qilib jamlab, uni motivatsiyaga aylantirib, butun fokusni o'zingizga qaratasiz. O'zingizni sog'ligingiz, o'zingizni ichki holatingiz, o'zingizni go'zalligingiz, o'zingizni bolalaringiz va o'zingizni karyerangizga qaratasiz. Nimagaki eriz bir kunmas bir kun shoxdan shoxga qo'nib baribir qaytib keladi. O'shanda siz sinmagan bo'lishingiz kerak. Kim biladi, ko'chada bir ko'rib qolsa agar, voy bechora xotinim nima bo'lib qolibdi deb ko'ngli qolishi mumkin, yoki ko'rib qolmagan paytda ham orqa varotdan eshitishi mumkin. Agar aytishsaki, voy xotining shunaqa o'ziga qaragan, chiroyli bo'lib ochilib ketibdi desa agar, baribir ham birinchi xotini, baribir ham bolalarni onasisiz, ichi yonadi, qizg'anadi. Shu narsani kutishingiz kerak. Shu narsaga vaqt berishingiz kerak. Ungacha o'zingizni yig'ishtirib olib, o'zingizni tiklab olishingiz kerak. Qo'rqmang, statistika bo'yicha ham, tajribam davomida ham ko'rganman. Erkak kishi birinchi xotinidan ajralishdan qo'rqadi. Nimagaki birinchi xotin bu ikkinchi ona vazifasini bajaradi. Siz erizni yaxshi yomoniga ham, bor yo'g'iga ham, kasalligiga ham hammasiga chidab kelgansiz. Eriz bir kun boshi devorga tegib, pushaymon bo'lib kelgandan keyin u o'ziga qaragan, o'ziga ishongan, go'zallashgan ayolni ko'rish kerak. O'sha paytda siz tanlaysiz. Xohlasangiz kechirib yashaysiz, xohlasangiz jazolaysiz, xohlasangiz pashol deysiz.